Assalomu alaykum do'stlarim, nima gaplar? Tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Uzoq tanaffusdan so'ng Wizarbet yana qaytdi. Bu tanaffusda o'zgarish sabablari bor edi. Sabablarini aytib beraman. Undan oldin o'tgangi videoyimizda rozыгрыш e'lon qilganman. U kanal banga ketganning hisobiga mana shu oxirgi video bo'yicha rozыгрыш aniqlab qo'yaman, bolalar. Bu video bo'yicha rozыгрыш aniqlaganman. Yana bir bor rozыгрыш ko'rmoqchiman, chunki va'da berganman bundan oldingi oxirgi videoda. U kanal yo'qolib ketgani sababli bu kanalda e'lon qilamiz, bolalar. Aktiv zo'r bo'lgani uchun ikkita g'olib e'lon qilaman, bolalar. Har bitta videoda bittadan g'olib bo'ladi. Sizlarga qarab aktivni yaxshi qilib bersalaring, ikkita, 3ta, 4ta g'olib e'lon qilib yuborishimiz mumkin. Hammasi sizlarga bog'liq. Omad degan odam, omad deb yozgan odam qabul qilinmaydi g'olib sifatida. Video haqida fikr yozgan, omad so'zdan boshqa narsa yozgan odam qabul qilinadi, bolalar. Ketdi birinchisi. Menga yozganlar Texasga o'xshagan o'yin. Men 70 kayfiyatga tutganman shu o'yinlarda. Men yozganlar Texasga o'xshagan o'yin. Xonqa 571 birinchi g'olib. Shunaqa fikrlarni yozib ketsalar yaxshi bo'lardi. Zo'r. Bu ham qabul qilinmaydi, bolalar. Bu ham qabul qilinmaydi. Udar bo'libdi Bekali boy. Ikkinchi g'olib, bolalar. Ushbu ko'rib turgan videolaringda ham g'olib e'lon qilinadi, bolalar. Rozыгрыш bor. Bitta like, bitta komment, podpiska bo'lishlaring kerak. Komment ham video haqida fikrlaringni yozib ketsalaring yaxshi bo'lar edi. Telegram kanal, bolalar. Telegram kanal kommentariyada zakreplonniy bo'lmasa, kanalda описанияsi, YouTube kanal описаниясida bo'ladi, bolalar. Bo'lmasa 2200 balansda pul bor, bolalar. Ko'tarishga harakat qilamiz shu o'zimiz sog'ingan vampir kristal o'yinlari bilan. Maqsad 2x 2x короче. Keyin ozgina yo'q bo'lsak, bir ikkitasi biz nomimizdan foydalanib bir ikki narsalar gapirishibdi, mayli. Gapirishaversin. Aytib qo'yay. Men bilan o'ynashishma. Ishtoningni yechib qo'yaman, ishtonsiz qolib ketasanlar. Ko'tingni ko'rsatib qo'yaman. Xalq ko'rib qoladi ko'tingni qanaqaligini. Shuning uchun har xil gaplar gapirishmang. Yo'lingda yur, bo'ldi. Nima deysizlar? Bo'pti, o'z yo'liga. Nima gaplar bolalar, o'zlaringda qaro, ko'zlaringda. Bo'yaptimi ishlar, qalay kupollar, yutuqlar yaxshi ketyaptimi? Toshkentchani qo'yganga nechi tilingga qo'tag'im, shevangdan uyalgan gandon deydigan odam yo'q. O'tdi deb. Voyski, o'rtaga yo'q, ba'zi katta yutuq yo'q bu yerda. 15x dan. Yaxshi yutuq olsak. Bolalar, yutuqlarni kimlar yutganlarni Telegram kanaliga qayerga yozishga, qanday pul tashlab berishar, Telegram kanaliga tashlab qo'yaman, bolalar. Yana 3 ta aylantiray. Mana ko'taraman. 3-inchisi. Ko'taramiz. 20 ming so'mdan. Bu games o'yinlarda faqat maqsad 2x qo'yaman, yaxshi. Nimaga 2x bolalar? Chunki koeffitsiyentlar oz. Dagonni ko'targanimiz bilan dagon kattalashib ketib qoladi birpasda. Birpasda pulimiz oqib ketishi mumkin. Undan tashqari yutuq bersa ham 10 koeffitsient, maksimum 80x yo 100x berishi mumkin. Nimaga slotlarga kattaroq risk qilinadi? Slotlarda bitta, masalan, 1600 so'mga 20 ming x berib yuborsa 32 million pul bo'ladi. Shu sababli slotlarni ozgina hurmat qilaman, o'tiraplaman. Hammasi hurmatga noloyiq u. Gamesda katta summa ko'tarish qiyin baribir. Katta pul yutganlarga ishonmanglar, hammasi
Bilmayman. Har bitta videoda 100 million, 200 million qiladi-yu. Xato narsa. Garov o'ynayman, har taraflama garov o'ynayman. Isqirtam. 29 ming ko'taraychi. Ko'tib qol. Vampiram. ikkitalik bermaysanmi? Hatto 5x bermaysanmi? Davay, pasajilli bitta. 2x. Ikkitalik x. O'shaning yo'g'raman-da bilan. Ruslar rus tilini mendan o'rgangan bolalar. Ishoninglar. %80% ehtimol bilan oqamiz shekilli. Da 80% ehtimol bilan menimcha oqamiz. 38 ming. Хуёвый, блядь. Pasajilli o'yna. Bermayman desa huy beradi. Shag'imni beradi, shag'imni shuni ushatib qo'yadi. Buning uchun 5 so'm bo'lsa-manda chiqib ketaman isqirtdan. Balansni boshqa o'yinda ko'tarishga harakat qilaman. Gandonda 21 ochkoda. 250 mingdan 4 marta bo'lsa-man, bersa berdi, bermasa Nemonga qarab qayrilib ketaveraman dedi hali Qodirxon. O'shanda. Bitta 11. Endi deb qo'ydik. Yaxshi, pasajilli. 9 emas faqat. Yaxshi. Bitta yana. Zo'r, opa, yana bitta yutuq berib ketaman. Zo'r. Asaliga tim biladi. Kristal naxoy. Vampir bossaymikin. Vampir bossay. Taxoy marta bermadi, 20 mingdan siradi. Davay, ikkitalik. Bir marta 3 talik tushadim, tan olaman bolalar. Falonchi tutganman, pistonchi tutganman demayman. Bir voy asaliga faqat sviyaska bo'lib ber. Sviyaska bilat. Davay, sviyaska yaxshi bilat. 2,5 million. Yapib qo'y 20 dan. Bitta bosib qo'y. Bitta bosarkanman. 10 mingdan bosaychi. Balans endi foydaga chiqdik bolalar. Endi foydaga chiqdik bilat. 20 mingdan bosavermaymanmizki. Ikkinchi marta ushadim. Ikkinchi marta 3 talik ushadim bilat. Voy bilat 5-4-3 eng topovilar. Bo'ldi endi yutuq bermaydi bu. Voy opasi jilli. Mana gapimni isbot bilan ushamaganman degandim. Eshitdimi bilmayman. Bitta 30 ming bosib ketaman. Comeback naxoy. Comeback bilat. Kristal o'ynab bir bolalar gaplashamiz bol. Короче, yana video chiqarmay qo'yganimga botlar, yangilar ko'pchilik so'rayapti. Botlar, yana nimalar? Botda ko'proq bot, aviator bot, olma bot, mines bot, bir bola botlar короче. Shunaqa botlar haqida yana ko'pchilik so'rayapti. Do'stlar, iltimos qilib qolaman. O'zlaring bilasizlar, hayotsizlarga hozir o'ynamanglar deb mana ko'p aytaman yoshlarga ayniqsa. Lekin qo'taqlaringni shunday ko'ndalan qo'yib o'ynaysizlar baribir. Aqlli bo'lib qolgansanda deysizlar.
boshimdan o'tgani uchun sizlarga maslahat beraman. Uni qo'pol qilib aytganda cho'choqlaringga ham minmaysizlar. Sababli o'ynanglar mayli, o'zlaring uchun o'ynanglar. Lekin kredit, qarz olib o'ynamanglar. Tabafga narsa. Botlarga ishonmanglar. Kuponchilarga, botlarga ishonmanglar. Bitta misol keltiraman bo'ldi. Xo'p, kuponi 300 koeffitsient aniq hisoblar topar ekan, Xbet bilan shartnomasi bor ekan, bir bolalari bo'lar ekan, ularda isbotlab chiqqanman hamma yo'qda. Nima sababdan savol sizlarga, nima sababdan shu naqalar o'tsa, bir joydan puli bo'lmasa 100 million kredit olib, 300 koeffitsiyentga tikmaydi. Bilasizlarmi nechta pul bo'ladi 300 koeffitsiyentga ikkita aniq hisob topib qo'ysa? 100 million, 10 million kredit olsin. 10 million. 3 milliard pul bo'ladi. 300 koeffitsiyentga adashmasam 10 milliard bo'ladi. Nima sababdan o'zlari shunaqa qilmaydi sizlarni arzimagan 200 ming yo 100 ming pullaringga qarab qolgan joyda bo'ladimi shunda? Sal shu sabab taraflamay kuponni o'zlaring qilinglar. Men ham kupon tashlasam Telegram kanaliga bu o'zim qilgan riskovat bolalar, yoqqan komandani olinglar, qolganlarini o'zlaring taxmin qilinglar. Shunchaki analizim deb tashlayman. Hech qachon bilmayman, men Vanga ham bilmaydi daji. Vanga ham bilmaydi oldindan nima bo'lishini. Bu faqat omadga bog'liq. Qo'lingizga 3 tuz chiqadimi? Bu kartada 3 tuz chiqsa yutasizmi? Eng zo'r karta 3 tuzmi? Qo'lingizga qachon 3 tuz chiqishini bilmaysiz. Qachondir 3 tuz chiqadi, shunda siqib olasiz. Xo'rang o'ynaydi. Bunda ham xuddi shu, boshqa hech bola yo'q. Pulimni o'z qo'lida. Sababli endi o'zlaring bilasizlar hayotsizlarik. Xolasizlaring shu botdan sotib olaylar, xolasizlaring kupon sotib ko'ringlar, sotib olib ko'ringlar, hamma yo'lni qilib ko'ringlar. Ana 2 million 200 balansda dashi 15 minutdan beri o'ynayapmiz. Ana 1 milliondan qaytib ko'tarilib kelyapmiz. Omadim kelmaganda hozir 1 millionni 4 marta bermaganda ekan bir ochko hamma kirar edi. Bo'ldi, всё, masha bu omad. Yasna narsa men ko'rinib turibdi. Katta summa ko'tarib yuborish Games'dan balki ko'tarib yuborarsizlar, balki misol uchun 1000 tadan bir kishi bo'lib turib omadlaring kelib qolib, kimdir ko'tarib yuboradi. Hamma ham emas. Onangni ishaq o'g'ir yutuq bersang berda, bilan pushta o'ynaydi. Po'qrang ko'k, po'xoy o'yna. 100 mingdan bosaychi. Kristalam ko'tib qolibdi shekilli 280 ming. Po'qrang. Pastga bitta yetmadi biladi. Pushta o'ynaydi biladi, bir koeffitsient. Yaxshi. Qizil, yashil. Qizil chiroq, yashil chiroq. Talshi oqib ketmasak bu 2x qilish ham oson emas-da balansda. Riskovat qilsang, katta riskovat qilsang birpasda o'qishing ham mumkin, birpasda ko'tarilishing ham mumkin. U tarafi ham bor, ammo bag'i ham bor deydi-yu. Shu o'qishdan qo'rqamizda. 200 mingdan bosib yuboraymikin ha. Nima deysizlar? Ko't qichyapti. Bitta bosaychi onasini emsin. Davay. Ro'z xumoringdan bergir, bitta davay, 2x yaxshi davay. Dalsh ko'k. O'yna. 1.5 yashil o'ynaydi. Ko'proq. Havorang o'ynaydi pastdan, yaxshi.
3 koeffitsiyentmi? Yaxshi, 1 million. 100 mingga tushiray. 5 koeffitsiyent berib yubordi. Yaxshi, bo'ling. Bitta 10 shaytiga 10, cho'chog'imga qo'n. Qizil tepadan to'lib bersa, to'lmadi bo'ling. Bitta bosaman, o'xshamasa 200 ming degandim, 3 koeffitsiyent berib yubordi. Nima bo'laverasa, har bittasi 3 koeffitsiyentdan berib 5 million qilib ber balansimni. 1.9 ham bo'laveradi. Xo'rang o'ynaydi qizilchi. Qizilga svязка yo'q biladi. 209 bilan daq qo'ya debman men. Endi mana beryapti. Aldab sikmasa bo'ldi lekin. Yaxshi, opasi jili, yashil davay. Yana bitta ber 2x. 2x ber biladi. Bu qurang ham o'ynab bersang roziman. Bitta. Bilad, pastda qizillar qo'shilmadi-da. Bitta o'ynayin, opasi jilli. Dalboyibga o'xshab 100 mingdan, 50 mingdan, 20 mingdan tikmayman. 200 ming deb oqib ketsam hozir o'zimni kechira olmayman-da. Qizil, bu quranga nima bor ekan tepada biladi. Yashil bor, qizil o'ynaydi yana. Qo'shil ko'proq. Bitta 10. 200 bitta riskovat aytiga. Unangni mag'ir o'xsha, isqirt. Yashil qo'shilmadi, isqirt biladi. 200 ming deb oqib ketaymi hozir? Onajoningni sizga 2x bo'ladi, balans dalbayo'q. Dalbayo'qlik. 200 ming emas, 170 mingmi shunaqa edi. Pushti to'lib, ko'klar doniga to'lib pushti biladi. Ha, bo'ldi, amini edi. Amini yegan ko'rchimchiq bo'ldi, bolalar. Gandon biladi, dalbayo'q biladi. Пошёл нахуй, короче. Talton bo'lmasang biladi. 21 ochkoda ko'tarib qo'yavermaymanmi? 3 koeffitsiyent. Nimani hal qiladi 3 koeffitsiyent? Пошёл нахуй. Bersa berdi. Davay o'yna qizil. Bitta qizil. Biladi 800 ming. Biladi pushti tepadan. Yaxshi, yashil. Davay to'lib yashil. Risk oqibati shu-da. Risk qildingmi, pulingni ham kirganing shu. Katta risk qilsang. No risk, no Ferrari degan gap ham bor-ku. Qizil. Bundan oldin qanday tushgan bo'lsa yana shunday tushdi. Yaxshi bilad, ko'k. 3 koeffitsiyentmi? Yaxshi bilad. Davay, dalshi qizil pastdan, jonim, asalim. Bor ekansan, u ertaroq o'ynamaysanmi? Gandon bilad. 15.600 so'm tikib qo'yaman. Ertaroq o'ynamaysanmi? Bilad. 93 ming. Yaxshi, bu qurang havorang o'xshasang. Mana 15.600 dan tikaveray. Oxirida bitta tikaman. 6.800 so'm. O'zimni kechirmasdim agar yutqizib yuborganimda.
Qizil o'ynaydi. Beryapti-yu. Berib tashlayapti yana. 23.552 so'm. 6.600.000. 3x bo'ldi balans. To'xtatamiz bolalar. Bolalar Telegram bu videoda rozgirish bor aytib o'tdim. Komment video haqida fikrlaringizni yozib ketinglar. Telegram kanalga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalda bo'ladi. Ko'p rozgirishlar. Poddeshka bo'linglar, yangiliklar ko'p. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog'likda asringlar bolalar. Rahmat hammaga.